Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Kosonsoyga keldik. 5 metr eniga balandlik 270, arzon variantda bo'ladi. Tagi tokcha edi. Tokchalarni buzib chiroyli qilib mana shu holatga keltirib qo'yishgan. Xudo xolisa arzon variantda mebel tayyorlab beramiz. Sizga ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita garderob, женский, polkali zona, eng chekkada muzkoy garderob. Eshiklarni qo'ysak tayyor bo'ladi. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. 5 metrlik joyga ankor laminatdan tayyorladik. Xo'p, arzon variantda ichlari o'zining devor holatida qolgan. Pastida tepalarida polkasi bor. Garderob polkada joylanamiz. Ichlari qiyshiq bo'lganligi uchun to'shni tushirib bo'lmaydi. Ozgina qiytiqlari qoladi baribir. Imkon qadar to'g'rilanadi, lekin 100% to'g'ri tushirib bera olmaymiz baribir. Xo'p, 5 metrlik joyimiz Kosonsoy tumanida 6 million 500 ming so'mga tayyor bo'ldi. Arzon variantda. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.